Assalomu alaykum. Bugun Laravel bilan qanday ishlashni o'rganamiz. Birinchi Laravel saytiga kirib olsak, kirishimizda albatta login qismidan boshlaymiz. Hozir agar sizda akkaunt yo'q bo'lsa, get started. Agar akkauntingiz bo'lsa, login qilib kirasiz. Bizda akkaunt bor va Google bilan kiramiz. Ko'rib turganingiz Laravel sun'iy intellekti. Bunda siz o'z g'oyangizni saytga aylantirasiz. Men o'zim bitta darslik sayt yaratdim. Shuni hozir ko'ramiz. Laravel.app. Bu Laravel'ning serveri bo'lib, o'z saytingizni shu tarzda Google'ga chiqarsangiz bo'ladi. Mana Laravel'da yaratilgan sayt. Kursimiz общий 8 darsdan iborat. Birinchi darsimiz tanishtiruv darsi bo'ladi. Ya'ni Laravel'ni ko'rib chiqamiz. Laravel kimlar uchun, qanaqa ishlar uchun mosligini bilib olamiz. Sizda bir veb-sayt g'oyasi bor. Bu portfolio yoki loyihangiz uchun landing page yoki jamoangiz uchun dashbord. Bunda sizga dasturchilar jamoasi yo bo'lmasa nechadir kunlik ish kerak bo'ladi. O'z ishingizdan ajralib, sayt yaratishga vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi. Laravel bilan siz bu ishingizdan chalg'ishni oldini olasiz. O'zga sun'iy intellektga asoslangan web ilova yaratish yechimini taklif qiladi. Aytib o'tgandek, ushbu darsda siz Laravel nima ekanini, kimlar uchun mo'ljallanganini va qachon u sizning loyihangiz uchun eng to'g'ri vosita bo'lishini bilib olasiz. Laravel bu sun'iy intellektga asoslangan platforma bo'lib, sizni g'oyalaringizda ishlaydigan veb-saytga aylantiradi. Siz nimaga ehtiyojingiz borligini oddiy tilda tasvirlab berasiz va vosita avtomatik ravishda sayt tuzilmasini, dizayn joylashuvini va asosiy funksiyalarni yaratib beradi. Bu esa g'oyadan prototipgacha bo'lgan jarayonni tez va samarali qiladi. Laravel bilan siz bularni barchasini o'tkazib yuborib, faqat o'z g'oyangizga e'tibor qaratishingiz mumkin. Masalan, siz oddiy portfolio saytini xohlaysiz, unda haqida bo'lma va loyiha galereyasi bo'lsin. Bu Laravel sayti hozir biz oddiy prompt bilan saytimizni boshlang'ich qismini boshlab olamiz. Mana bu yerda aytgan gapni hozir Laravelga yetib ko'ramiz. Sayt yaratishni boshini shunday oddiy gap bilan boshlasanglar bo'ladi. To'g'ri, birinchisidan o'zingizlar xohlagandek sayt chiqarib bermasligi mumkin, lekin keyingi darslarda biz yaratib bergan saytga o'zgartirishlar kiritish va yangi narsalar qo'shishni o'rganamiz. Birinchi darsimizda aytib o'tgandek, faqat ko'rib chiqamiz. Saytimiz bu yerda ko'rinish chiqadi. O'zgartirishlarni mana shu yerdan yozamiz. Saytimiz davom etguncha biz darsimizni davom ettirsak. Qachon Laraveldan foydalanish kerak? Tezkor va ishlaydigan saytlar yaratish uchun ideal. Bunga bir nechta misollar bor. Landing sahifalar, masalan, siz yangi onlayn kurs ishga tushiryapsiz va ishga tushish sanasidan oldin foydalanuvchilar elektron pochtalarni yig'adigan sahifa kerak. Laravel bilan siz shunchaki nima xohlashingizni aytasiz. Kursning afzalliklari, ya'ni hero section, email yig'ish formasi va mijozlar fikrlari va bir necha daqiqa ichida ishlaydigan sahifaga ega bo'lasiz. Bunaqa kichik saytlarni yaratishdan maqsad nima? Siz katta investitsiyadan saqlanasiz. Qachonki sizning saytingiz muvaffaqiyatsiz tugasa, agar saytingiz o'xshab ketsa, siz uni takomillashtirasiz. O'z ishingizga ko'proq moslashtirib davom ettirasiz. Yana bir misollar. Dashbord. Yana bir misol, Laravel oddiy dashbordlar va ichki vositalarni yaratishni oson qiladi. Siz shunchaki qanday ma'lumot yoki tartib kerakligini tasvirlaysiz va resurs kataloglari, jarayon ko'rsatmalari yoki kalkulyatorlarni tezda yaratishingiz mumkin. Dasturchi yordamisiz. Shunday qilib g'oyalarni sinab ko'rish, xizmatlarni ishga tushirish yoki jamoa vositalarini yaratish, qaysi biri bo'lsin, Laravel sizga buni tez amalga oshirishga yordam beradi. Katta resurslarni sarflashdan oldin. Aytib o'tgandek, katta investitsiyadan saqlaydi.
Lovable qachon eng yaxshi tanlov emas? Lovable'ning cheklovlari bilish sizga to'g'ri vositani tanlashga yordam beradi. Hozir adashmasam bizning saytimiz yaratib bo'lindi. Darsimiz davom ettirsak, garchi Lovable oddiy loyihalar uchun eng yaxshi tanlov bo'lsa-da, murakkab ilovalar uchun an'anaviy dasturlash hali ham talab etiladi. Sizlarga kuchli dasturchilar kerak bo'ladi, qachonki maxsus bekendlar, katta ma'lumotlar bazalari yoki ilg'or integratsiya mavjud bo'lsa. Lovable sizga faqat o'sha mijozlarning fikrlarini yig'ish yoki qanaqadir reklamli pejlar uchun ancha yordam bera oladi. Lovable ishlatish uchun eng yaxshi vaqt. Bu yerda kichkina savollar, kvizlar mavjud. Har bir darsni tugatgandan so'ng darslarimizga kirib, o'z bilimingizni sinash maqsadida savollarga javob berishingiz mumkin. Mana shu link orqali darsligimiz sahifasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Biz yaratgan saytimizni ko'rsak, bu yerda hozir prototipini yasagan, aytganimizdek loyihalarim, bog'lanish haqida bo'limi, loyihalarga rasmli saytni so'ragandik va o'sha saytni yaratib berdi. O'zgartirishlarni mana shu yerda kiritib boshlaymiz. Bizga kunlik kredit beradi. Kunlik kredit ekan, 5 kredit beradi kuniga. Agar ko'proq ish qilaman desangiz, o'zining tariflari bor. Tariflarni sotib olsangiz bo'ladi. Unda kreditlar ancha ko'p. Endi kredit ishlatish qanaqa bo'ladi? Siz qanaqa qiyin narsa so'rasangiz, shuncha ko'p kredit ketadi. Qancha oson narsa so'rasangiz, shuncha kam kredit ketadi. Kredit bu shunaqa narsa, qiyinchilik, oson darajasiga qarab ishlatiladigan pul birligi deb olsak ham bo'ladi. Birinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Asosiy xulosalar: Lovable veb-sayt yaratishni hamma uchun qulay qiladi. Lovable sizga strategiya va kontentga e'tibor qaratish imkonini beradi. Texnik ishlarni esa Lovable sun'iy intellektda bajaradi. Bu vosita ijodkorlar, tadbirkorlar va tezkor g'oya sinovlari qiladigan jamoalar uchun juda mos. Sizning birinchi loyihangiz faqat nima yaratmoqchi ekaningizni tasvirlashdan boshlanadi. Albatta bugun qanday qilib saytni boshlanish qismini boshlashni o'rganib oldik. Lovable sun'iy intellekti bilan bu yerda har xil bo'limlar bor. Bu bo'limlarni ham keyingi darslarda ko'rib chiqamiz.